Navoiy viloyati hududida olib borilgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari davomida narko laboratoriya tashkil qilish hamda giyohvandlik moddalarini sotish bilan bog'liq bir nechta holatlar aniqlandi. Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Navoiy shahar hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2000-yilda tug'ilgan muqaddam sudlanmagan yigit 2 grammga yaqin gashish giyohvandlik moddasini 600 ming so'mga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Tezkor qidiruv tadbiri davom ettirilganda mazkur giyohvandlik moddani u 2000 hamda 1999-yilda tug'ilgan Navoiy shahrilik shaxslardan olganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari davomida mazkur ikki yigit yonida 8 ta ampulada gashish moyi va 10 dona falga qog'ozga o'ralgan 6 gram gashish giyohvandlik moddalari bilan birga qo'lga olindi. Aniqlanishicha, ular Telegram ijtimoiy tarmog'idagi bot orqali ta'minlovchi sifatida xizmat olib borgan. Vazifasi esa shahar hududida giyohvandlik moddalarini mijoz bilan uchrashmagan holda egalariga yetkazish bo'lgan. Telegram boti orqali shaharga giyohvandlik moddasini tarqatardim. Qachondan beri ishlaysiz shu botda? 15 yanvardan beri. Toshkent shahridan 700 ml TTK maslo kiyimman o'zimiz Navoiy shahariga. Narko kuryer jinoiy guruhining 2000-yilda tug'ilgan a'zosi joriy yilning 4-yanvar kuni maxsus Telegram bot orqali guruhga qo'shilgan. Maxsus onlayn darslarida malaka orttirib, bot rahbarining yo'l yo'rig'i bilan o'zining yashash xonadonida giyohvandlik moddalarini qo'lbola usulda tayyorlab kelgan. Tadbir davomida ular tomonidan viloyat hududida giyohvandlik moddalari joylashtirilgan lokatsiya manzillari aniqlanib, u yerda 2 ta ampulada gashish moyi qoldirib ketilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, mazkur holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari ularning yashash xonadonlarida davom ettirildi. Unda 34 dona izotasmalar bilan qadoqlangan gashish jami 1 kilogramm 477 gram gashish hosilalari hamda qo'lbola usulda tayyorlash va qadoqlash uchun ishlatiladigan buyumlar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Jinoiy guruh shu kunga qadar mingdan ortiq manzillarga zahri qotil joylashtirgan bo'lib, kelgusida yana 1 milliard 220 million so'mlik, ya'ni 2 kilogramm 500 gram gashish moddasini belgilangan manzillarga yetkazib berishni reja qilgan. Xodimlarning sa'y-harakati bilan minglab insonlar zahri qotil qurboni bo'lishining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, jinoiy guruhning boshqa a'zolarini aniqlash yuzasidan tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.